Tony Blair Buyuk Britaniyaning tarixdagi eng muhim siyosiy shaxslardan biri. U 1997-2007 yillar oralig'ida mamlakatning bosh vaziri bo'lgan. Shu sababdan ham uning qo'limdagi mana bu kitobi shunchaki nazariya emas, balki real siyosiy tajriba asosida yozilgan. Assalomu alaykum. Yetakchilik san'ati kitobi haqida gapirib berishimdan oldin videoga like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yishingizni, bir burchakni qo'llab-quvvatlashingizni istardim. Bu orqali kitob haqidagi videolarning ko'proq ko'rilishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Tushunganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Tony Blair bu kitobda o'zining 10 yillik boshqaruv faoliyati davomida o'rgangan eng muhim saboqlarini jamlaydi. U siyosiy qarorlarning ichki mexanizmlarini ochib beradi. Muvaffaqiyat ortidagi ruhiy bosimlar, ijtimoiy qarama-qarshilik va ommaviy fikrlar ta'sirini ham tahlil qiladi. Menga yoqqan tomoni kitobning markaziy g'oyasida rahbarlik bu kuch ishlatish emas, balki yo'l ko'rsatishdir degan mazmun ilgari surilgani bo'ldi. Tony Blair haqiqiy yetakchini shunchaki buyruq beruvchi odam emas, aksincha uzoqni ko'ra biladigan, shunga qarab xulosa chiqaradigan strateg sifatida talqin qiladi. Uning fikricha 21-asrda rahbarlik qattiq nazoratdan ko'ra ko'proq moslashuvchanlik, muloqot va ishonch asosidagi boshqaruv tizimini talab qiladi. U rahbarlarning muvaffaqiyatini to'g'ri odamlarga to'g'ri vazifani yuklash ekanini ta'kidlaydi. Umuman olganda kitobda rahbar uchun quyidagi 4 g'oya taklif qilinadi. Birinchisi aniq maqsad, ya'ni rahbar har doim nimaga erishmoqchi ekanini aniq bilishi shart. Ikkinchisi strategik fikrlash, ya'ni har bir qaror qisqa muddatda natija berishidan tashqari uning uzoq muddatli oqibatini ham hisobga olish kerak. Uchinchisi ishonch va muloqot. Tony Blair zamonaviy liderlarning jamiyat bilan ochiq aloqa o'rnatishni o'rganishlari zarur ekanini ta'kidlaydi. To'rtinchisi esa qiyinchiliklarga chidamlilik, ya'ni rahbar tanqid, bosim va muvaffaqiyatsizliklarda tushkunlikka tushmasdan, ularni o'zida sinovdan o'tkazgan tabiiy jarayon sifatida qabul qilishi kerak. Muallif bu jihatlarni siyosiy inqirozlar, xalqaro urushlar vaziyatidagi qarorlar, iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy bosimlar misolida yoritadi. Kitobdagi har bir bob real vaziyatdan boshlangan holda rahbar qanday harakat qilgan bo'lardi degan savolga javob qidiradi. Kitobdagi xotiramda muhrlanib qolgan xulosalardan yana biri bu harakatsizlik har doim xatodan ham xavfliroq ekani haqidagi fikr bo'ldi. Tony Blair rahbarlikda ba'zan eng to'g'ri qaror vaqtida qabul qilingan qarordir. Mukammallikni kutish bu kechikish degani deb yozadi. Menimcha bu g'oya ayniqsa bugungi o'zgaruvchan davrda muhim va kerakli. Rahbarning eng muhim fazilati tez va mas'uliyatli qaror qabul qila olishdir. Yetakchilik san'ati kitobi murakkab siyosiy nazariya emas, balki oddiy, tushunarli va o'quvchi bilan suhbat ohangida yozilgan. 40 ga yaqin qisqa boblar orqali turli mavzular atrofida muallifning shaxsiy kuzatuvlari, tarixiy voqealar va zamonaviy misollar keltiriladi. Kitob samimiy uslubda yozilgan, ya'ni muallif o'zini oqlamaydi, balki o'rgangan saboqlarini ochiqchasiga tahlil qilib ko'radi. Shu tomondan kitob o'quvchini o'ziga tortadi. Ammo kitobni butunlay mukammal va u haqida hech qanday e'tirozim yo'q deya olmayman. Asar Buyuk Britaniya siyosatidan kelib chiqib, boshqaruv tizimidagi misollar bilan yozilgan va ba'zi tavsiyalar boshqa bir mamlakatdagi rahbarlar uchun mos kelmasligi mumkin. Kitobdagi yetakchilik asosan siyosatchilar, davlat boshqaruv vakillari va rahbarlik sohasida faol bo'lgan mutaxassislar uchun mo'ljallangan. Bu kitob auditoriyasini biroz toraytiradi, lekin biznesda yoki shaxsiy hayotingizda ham undagi ayrim fikrlardan unumli foydalanib, ko'zlangan maqsadingizga osonroq yetishingiz mumkin. Xulosa sifatida videoni Blairning ushbu fikrlari bilan yakunlamoqchiman. U biror mamlakatni o'zgartirish uchun kamida 10 yil, ideal holatda ko'rish uchun 15-20 yil talab qilinadi deydi. Bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Siyosati va hayot tarzi butunlay o'zgarib ketgan siz bilgan mamlakatlar bunga qancha vaqt sarflagan edi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki oldinda sizni qiziqarli kitoblar haqidagi ko'plab videolar premyerasi kutib turibdi. O'zingizni ehtiyot qiling. Bir burchakda keyingi videolarda ko'rishguncha.